Bugungi kunda dunyo bo'ylab minglab insonlar o'z mehnati qadrlanadigan, barqaror va ishonchli kelajak sari intilishmoqda. Global mehnat bozori kengayib borar ekan, ish tanlash bu shunchaki bandlik masalasi emas, hayot yo'lini belgilovchi muhim qarorga aylanmoqda. Fuqarolarimiz o'z kelajagini chet elda shakllantirishga qadam bosishar ekan, bu yo'lda Getwork xususiy bandlik agentligi ularga xalqaro mehnat bozorida o'z o'rnini topishga yaqindan ko'maklashadi. Getwork bu litsenziyaga ega xususiy bandlik agentligi bo'lib, O'zbekiston fuqarolarini xorijda ishlash imkoniyati bilan ta'minlaydi. Har bir nomzod, har bir hujjat, har bir rasmiy kelishuv qat'iy huquqiy tekshiruvdan o'tadi. Getwork xususiy bandlik agentligi o'z faoliyatini bir nechta mintaqalar bo'ylab tizimli ravishda yo'lga qo'ygan. Ushbu davlatlarda ish o'rinlari, qurilish, sanoat, ishlab chiqarish, logistika, xizmat ko'rsatish hamda mehmonxona yo'nalishlarida taklif etiladi. Getwork faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biri bu nomzodlar bilan offlayn ishlash va ish beruvchilar bilan bevosita hamkorlikdir. Kompaniya muntazam ravishda bo'sh ish o'rinlari yarmarkalarini hamda saralash tadbirlarini tashkil etadi. Ushbu jarayonda nomzodlar xorijiy ish beruvchi vakillari bilan yuzma-yuz uchrashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Yarmarka va tanlovlar doirasida birlamchi va takroriy suhbatlar, kasbiy tanlovlar hamda ko'p bosqichli imtihonlar o'tkaziladi. Bu imtihonlar ish beruvchining talablari va tanlangan davlatga qarab tashkil etiladi. Saralash jarayonida nomzodlarning kasbiy ko'nikmalari, tayyorgarlik darajasi, shuningdek, zarur hollarda test sinovlari va amaliy topshiriqlari baholanadi. Aynan shunday yarmarkalar, yuzma-yuz uchrashuvlar va ko'p bosqichli saralash tizimi orqali Getwork xalqaro ish beruvchilar uchun ishonchli va sifatli kadrlar zaxirasini shakllantiradi. Qaysi davlatda, qaysi soha vakili bo'lishidan qat'iy nazar har bir inson o'z mehnati munosib baholanadigan va kelajakka ishonch bera oladigan imkoniyatni izlaydi. Getwork xususiy bandlik agentligi bu yo'lda inson orzusi bilan real imkoniyatlar o'rtasidagi masofani qisqartiradigan ishonchli ko'prik bo'lib xizmat qiladi.